Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yashayotgan joyingizni, sharoitlaringizni bir obzor qiling deb so'raganlar ham bo'ldi. Endi o'zim ham bir do'stlarimizga shu hozirgi yashab turgan joyimni, sharoitlarimni ko'rsatay deb qisqacha bir obzor qilmoqchiman o'rtoqlar. Xo'p, mana kiraverish, mana yashayotgan xonadon. Mana shundoq o'ng tomonda nima deydi? Mana bu stiralniy va sushilkalari bor. Ya'ni men hozir ko'rsatmoqchi bo'layotgan narsa mendagi sharoit. Hamma sharoitlarim yetarli yashab turgan joyimda. Xo'p, yuramiz. Mana bu katta oshxona. Mana ko'rinishi. Boshlaymiz. Mana bu konditsioneri. Yozda salqin, qishda issiq qiladi. Xo'p, mana bu xolodilnigim. Mana bu yerda posudmoyka bor. Mana bu tumbuchkalari va mana bu katta nima deyildi, bu nomi esimda yo'q. Xullas stol. Buni tegi hammasi tumbuchkalar. Kerakli idish tovoq, boshqa nima bo'lsa o'shani qo'yib qo'yadigan joylar. Mana bu joyda elektroplita. Mana bu o'zimizning mana qozonchalar, tanigan bo'lsanglar kerak. Mana mikrovolnovkasi, kofe varkasi. Xo'p, mana bu morozilka. Ya'ni yaqinda aytdimmi, go'sht ko'payib ketdi deb. Mana istalgancha mana shu morozilka ichi ob'yomi katta. O'sha ichida muzlatish kerak bo'lgan mahsulotlarni bemalol saqlasa bo'ladi qishin yozin. Bu choy ichadigan joyim. Xo'p, endi bu tomondan ko'rinishi. Mana shu bu oshxona. Xo'p. Mana bu tomonda endi 4 ta xona bor. Lekin bundan men foydalanmayman, menga keragi ham yo'q. Bu xonalarni bo'm-bo'sh menga ortiqcha. Oldin bu yerda kokillar turgan va ular ketib bo'lishdi va hozir bu yerda men o'zim yolg'iz o'zim yashayapman. Ya'ni meni Polshadagi boshlig'im o'zi to'laydi bu joyni. Bu joy, uy-joy, ya'ni bu yerdagi fermerniki va mana shunaqa sharoitlarni yaratib qo'yishgan. Endi men o'zi odatda sanuzilni ko'rsatishni unchalik yoqtirmayman. Bugun reklamalarga qarasam, hamma yoqda domlar, uylar, nima kvartira bo'lsa, uylar bo'lsa, sanuzillari mana deb ko'rsatib yotishibdi. Shuning uchun uyat bo'lmasa kerak. Mana bu sanuzil. Mana bu rakvinalari, mana hamma sharoitlari bor. Mana bu yoqda dushovoy kabinkasi. Xo'p, endi meni xonamga chiqamiz. Asosan men ishimdan keyin kelib dam oladigan xonam. Xo'p, mana bu meni xonamning ko'rinishi. Mana shu joy menga yetib ortadi. Boshqa o'zi u yoqdagi boshqa xonalardan shuning uchun ham foydalanmayman. Mana bu o'ng tomonda mana shkafchasi bor. Xo'p, mana bu endi men o'zimga ish joyimni yaratib olganman. Kompyuterda ba'zi ishlarni qilib, ba'zi hujjat masalalari, boshqalarni mana shunday qilib o'tiraman. Ba'zida videolar hali nima qilmadim-u, vaqtim bo'lmayapti-yu, lekin mo'ljallayapman mana shunday video efirlar qilib o'tiraman. Bu endi yotog'imiz. Xo'p. Mana ot aravani ko'ryapsizlarmi? Xo'p. Mana bu joyda ba'zi yozuv, chizuv, ijod masalalari, hujjat masalalari, xullas ba'zida qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor. O'shalarni mana bu yerda bemalol o'tirib, o'ylanib, nima deydi, fikr qilib, fikr yuritib, nima qilsa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Endi mana bu orqa tomonda mana yuk, bagaj nima bo'lsa, garderob boshqa bu yerda ham bor. Xo'p. Endi bu kichkinagina shu xonacham. Mana bu yoqda mana skladi ham bor. Endi bu ham menga kerak emas. Polkalari bilan. Mana shu meni xonamning ko'rinishi. Shu o'rtoqlar, hayhotdek hovlida qoldim bir o'zim deb bir misra yozuvdim. Endi hayhotdek bo'lmasa ham
Mana kichkinagina uy, sharoitchalari hammasi bor. Hech muammo yo'q. Mana bu yoqda ham bitta xona bor. Undan ham foydalanmayman. Kerak emas. Mana bu yoqda yana bitta sanuzel bor. Undan ham foydalanmayman. Endi естественно menga bitta yetadi. Shuning uchun bu yopiq. Xullas mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shu meni sharoitim.